Akalar, kechki ishimizga Cobalt mashinamiz 2 xil rejimda ishlaydigan, pultda ishlaydigan yurishitl qo'yib berdik va akropoch nasatkalarni zo'r qilib o'rnatib berdik. Hozir ko'rsatamiz. Almashtirganmiz. O'zini zavodga olib tashlaganimizda o'zimizdan chiqadigan 2 xil rejimda vakuum ishlaydigan yurishitl qo'yib berganmiz va chiqib ketishiga akropoch nasatkalarni qo'yib berganmiz. Qolgan joylari o'zini zavodga holatda turibdi. Ovozlari ham shahar ichi bo'lib, ham sportivniy 2 xil ovozda bo'ladi. Hozir birinchi turib ko'rsatamiz. Hozir ana o'chiq holatda. Gaz bering. Pult yoqamiz. O'chiramiz. Yoqamiz. Shuna xizmatlarimiz kerak bo'lsa, telefon qo'yishlaringizni ishlaringizni zo'r qilib bajarib beramiz.